Juda ko'p biznesmenlarimiz именно temir yo'lni bizdan so'rashadi. Temir yo'lni oldida sklad qilamiz, qanaqadir baza qilamiz, nimadirlar qilamiz deb. Sizlar uchun borki, juda zo'r narxda, bor yo'g'i $120,000 o'rtoqlar. Shaharda juda zo'r joydan, shunda BYD salonni o'rtoqlar oldidan kirasizlar. Skaskani to'g'risidan promzonada o'rtoqlar, где-то yo'ldan 500-600 metr, 1 kilometr ham chiqmaydi. Shunday yo'l ustida past turgan mana bunaqa joyimiz sizlar men ko'rsatmasam kim ko'rsatadi? Azizjon, buni birinchi ochratib hozir kartadan ko'rsatib beradi qanaqa joyligini. Uchi sal bunaqa ketgan. Общий hisobda o'rtoqlar bu o'zi 1 gektar joy, lekin dokumentalniy 81 sotik. Narxi 120 ming. Buni ham o'tib beradigan joyi bor. Buni savdosi bilan o'zimiz shug'ullanamiz o'rtoqlar. Bemalol joyimizni ko'rsanglar bo'ladi. Buni любой maqsadga bemalol ishlatsanglar bo'ladigan joy. Yerimiz polni har tomonlama o'ralgan. Ko'rib turganlaringizdek, xohlasanglar bu tomondan ham kiradigan joy bor, xohlasanglar u tomondan ham farqi yo'q. Любой tomonlama qulay. Bu yerda любой ishlab chiqarish qilasizlarmi? Hech qanaqa problemasi yo'q. Skladlar uchun juda idealniy joy. Bu yerdan o'zlaringiz bilasizlar endi nima qilishdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bu joyimiz aloqaga chiqasizlar o'rtoqlar. Bitta emas, ikkita emas, 3 ta temir yo'l ham ko'rib turganlaringizdek bunaqa joyda juda garajli joy hisoblanadi, chunki biznesmenlarimiz uchun juda kerakli joy. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar. Joyimizda $120,000 deyilgan, sizlar uchun zo'r o'tib beradigan joy bilan birga.